Assalamualaikum qarindoshlar. Bu ro'z Ramazon nihoyatda yaxshi bir go'zal bir paytga keldi. Tabiatning qonuni bilan biz uchun aytgan vaqtida onchilar yaxshimi emas, xalqimizda vatanning ichida azob oqibatda. Lekin butun dunyo Uyg'ur uchun uyg'ongan, butun xalqimiz birlik kelishga tashna bo'lgan, butun xalqimiz Alloh qo'lini ibodat qilib ko'taradigan va vatandan xo'sh xabarlarni kutadigan bir paytga to'g'rilandi. Men ishonamanki, bu Ramazonda bizning Allohga qilgan ibodatimiz, ko'targan qo'limiz Allohning oldida cho'qim inobat o'tadi. Alloh bizning tilaklarimizni ijobat qiladi. Qarindoshlar, mushundaq bir paytda biz ulug' ro'z Ramazonni tamomladik. Yetib kirdik. Bu yetni vatan ichida azob tortayotganlarmi o'tkazdi. Vatanning teshida sargandar bo'lib, yo'qsizlikning, andishining, siyosiy panolikning har xil andishlar bilan o'tayotganlarmi o'tkazdi. Nihoyat xo'shal xuram o'zini baxtli his qilayotganlarmi o'tkazdi qarindoshlar. Lekin biz shuni unutib qolmaylik. Hammamiz, har bir Uyg'ur Xitoyga setilib ketgan jasuslardan boshqa, Xitoyga munofiq bo'lib ketganlardan boshqa har bir Uyg'ur, har bir Sharqi Turkistonlik, har bir Uyg'uristonlik mushu Ramazonda urush, talash ubuni qo'yib Allohga ibodat qilib o'ltirdi. Allohdan vatanning ozodligini, xalqining ozodligini, sargandorlik xotimi berishni tiladi. Allah bizning tilaklarimizni ijobat qilib turdi. Men ishonamanki, mushu haytdan keyin, mushu Ramazonning xosiyati bilan bizning Uyg'ur xalqi birlashanmaganlar, birlashidi, ittifoqlashanmaganlar, ittifoqlashidi, oldi itilib qolganlarning oldi ichiladi. Hargiz Xitoyning cho'moqchilarining arzusi amalga oshmaydi. Xitoy hukumatining arzusi amalga oshmaydi. Bizning xalqimizga sanoqli kunlar qoldi. Ukraina masalasini ko'ryapsizlar, Rossiya masalasini ko'ryapsizlar, O'rta Sharq masalasini ko'ryapsizlar, vatanimizning kelgan ahvolini ko'ryapsizlar. Amerika Kongressining bizning ushaq tushak ishlarimizdan tortib ko'ngil bo'layotganini, Amerika hukumatining hammasiga navbat bilan kelyotganini ko'ryapsizlar. Shunga hargiz umidsizlanmaymiz. O'zaro talash tortish qilishga vaqt yo'q qarindoshlar. Biz bütün kuchimizni birlashtirib, bütün ahlimizni birlashtirib, qandoq qilib Xitoy tajovuzchilaridan vatanimizni tortib olib, o'zimizning vatanimizning, davlatimizning asli qurilgan davlatimizni qandoq asliga aklimiz, mushu haqda boshqa turadiganlar kunlar qoldi qarindoshlar. Hargiz unda qiliqi, uni qilsak ularmiki, buni qilsak ularmiki, uni asak ularmikidan o'tib ketdik. Biz faqat qachon ishkimizning qapisi ichiladi, vatanimiz, davlatimiz asli keldi, vatanimiz mustaqil bo'ladi, biz vatanimizning ishkidan qo'l tutishib kirib ketamiz degan tayyorlik bilan yashaylik qarindoshlar. Shuning uchun men xo'sh xabarlar xelijiq. Bu yerda bir-birdan deb o'tmayman. Bu xabarlarni yetkazayotganlarchi. Endi vatanimizda xalqimizdan tortayotgan azoblarimiz. Lekin shu to'lagan badalga oladigan javobimizga tongning yo'rishiga nihoyat oz qoldi. Rahmat sizlarga. Yetni xo'shal o'tkazinglar, baxtli bo'linglar, xo'shallik bilan quchoqlashib ko'rishib, vatanimizga qo'l tutishib kirib ketaylik qarindoshlar. Rahmat sizlarga.